Go'zallarim mani, salatchi opanglar yana ijodda. Oson, tez va juda ham mazali salat qilamiz azizlarim. Ishonaveringlar, вообще bomba bo'ladi. Ketdik. Uning uchun bizga yoki iceberg yoki pekinskiy kapusta bo'ladi. Menda в моем случае iceberg. To'g'rimiz. Salat baylarimizni ajratib ichini orasini yaxshilab yuvib oldim-da. Endi buni maydalab to'raveramiz. Yoki gruzinka, yoki kuriy file. Mani usulimda bu gruzinka. Ikki dona svejiy bodring. Endi unga markovcha, unga jo'xori, unga ozgina tuz bilan achchiq. Achchiqni sevamiz biz. Hamma narsaga maza beruvchi mayonez. Yaxshilab aralashtiramiz. Mani salatim tayyor. Asallarim mani, endi bu go'zallikni yeb beramiz, to'g'rimi? Yeb beramiz. Nargiz opa yeyishi do'ndiradi, bilasizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Hidini o'z tomon bo'linim. Oson, tez va juda ham mazali salat. Oshmasin.